Assalomu alaykum YouTube kanalimizda obunachilari. Mana ancha paytdan beri kanalga kirganim yo'q edi. Chunki sog'lig'imda jiddiy muammolar bo'lib qolganligi uchun endi hozir Xudoga shukr mana yaxshiman. Bugungi videomizda mana birinchi hosilimiz bo'lgan o'rigimiz ham birinchi nimasi pishdi. Eski giloslarimiz tugab mana olchalarimiz pishishdi. Boshqa pomidorimizni birinchisini pishganda 2 marta do'kon. Mana bugun parnigimizni ustini ochdik chunki limon gullayapti. Limonga har yili parnikni ochib tashlaymiz. Hurmatli muxlislarimiz, mana mevalarimizni ham birinchisi pishdi. Bolalarimiz mayski gilos yeb olgandan keyin mana yana o'rigimiz pishdi. Mana Xudo xolasa mana bu o'rik yurakka quvvat bag'ishlaydi. Hamma o'rikdan mana o'rik eng birinchi o'rindagi chiroyli mevaki, bu insonni yuragiga quvvat bag'ishlaydi. Qani Bismillahirrohmanirrohim. Allohim o'zing quvvatini bergin. Shirinligini qarang. O'rigimiz kenglar, muxlislarim. Mana mayski gilosdan keyin olchalarimiz qizarishni boshladi. Hammamiz bilamiz, olcha ham eng shifobaxsh meva. Buni ham kompot qilamiz. Xonakamlarga davo bo'ladigan narsa. Buni o'sha xonikam odamlarga kompot qilish orqali, qaynatib berish orqali olcha ham eng foydali shifobaxsh meva hisoblanadi. Mana bu ham pishishni boshladi. Mana mevalarni yozimiz qanchalik bizni O'zbekistonimizda jannat makon ekanligini ko'rib turibsiz. Hamma narsa uyda bo'lsa, doktorda keragi yo'q-da. Hurmatli obunachilarim, mana bugun qarang, pomidorimizni ikkita hosilini qarindosh urug'lar o'zimiz yeb, terib oldik. Endi bundan bag'inga do'konlarga yana chiqarishni boshlaymiz. Mana pomidorimiz birinchi pomidorimiz pishdi. Mana o'sha birinchi ekkan pomidorimiz pishib, mana hammasini qachondan beri yeyapmiz. Endi qarindosh urug'ga nimaga do'konlarga chiqarishni boshladik. Bu endi 3-terimini butunlay do'konga chiqarishga boshlaymiz. Shuning uchun mana hozir biz pomidorimizni oldida turibmiz. Yana oshda shoxlari bor ekan, hali kechki salqinda yana mana shoxlarini kesib qo'yamiz, chunki bular xalaqit berishi mumkin. Mana bular xalaqit berishi mumkin. Mana bu shoxlarni yana sekin-sekin kesib qo'yamiz. Bular haqida sizlar bilan oldin gaplashganmiz. Bu mana ular uni quvvatini olib qo'yadi deganmiz. Yana ishlov berish kerak bo'lib qoldi. Mana shularni yana nima qilib kesib qo'yamiz. Endi bundan bag'iga yana ishimiz shu. Endi hurmatli obunachilar, mana hozir biz limonimiz gullayapti. Ko'rib turibsizlar. Shuning uchun biz har yili nimani parnik ustini ochib tashlaymiz. Bugun ochdik, mana ochib tashladik. Chunki limonga har yili ochishimiz shart. Ochmasak bo'lmaydi. Mana gullashni boshlagan. Xudo xolasa limonlarimiz ham hosilga kirishni boshladi. Yilda limon gullagan paytida biz nima parnik ustini ochib tashlaymiz. Endi oktyabrga borganda yana parnik ustini bekitamiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek limonlarimiz qiyg'os gullagan. Mana juda chiroyli bo'lib, odamning ko'zini quvontiradigan darajada gullayapti. Ayniqsa mana bu pomidorlarimiz yonida juda shoda-shoda bo'lib turishini qarang. Endi yana bitta bugungi nimamiz bor. Biz mana bu yerda bizni yana bitta mana sizlar bilan gaplashganmiz. Fevraldan boshlab, fevralda 15-dan boshlab kartoshkani yeyishni boshlagan edik. Parnikning ichiga 3 qator ekib qo'ygan edik. Mana bugun o'shalarni ham oxiriga yetkazib, kartoshkani olib, yashiklarga joylab qo'ydik. Yeganimizdan tashqarisini. Endi
ochiq maydondagi kartoshkamiz hali turibdi. Bugun shu joyimizga endi mana bugun yerni tekislab, kartoshkani olib, chopib qilib qo'yildi. Bugun hali kechki salqin bilan bobo dehqonimiz yuyak oladilar. Keyin mana bu yerda bizning ko'chatimiz bor. Mana bolgarskiy ko'chatimiz bor hamda baqlajon ko'chatimiz bor. Mana baqlajon ko'chatimiz, mana baqlajon ko'chatimiz. Mana bu bolgarskiy ko'chatimiz. Chunki bu yerga ekishimizdan maqsad oktyabrgacha endi bular chiroyli bo'lib ko'hlaveradi. Ana undan keyin ustini yopadigan bo'lsak, ichida yana yanvargacha bular tugaveradi. Shuning uchun mana shu yerga ikki qator qilib baqlajon bilan bolgarskiyni ekamiz. Sizlarga aytganmiz, siz so'ragansizlar, ko'chat qilaveramizmi deb. Ko'chatni 10-iyungacha qilinaveradi. Biz endi yana kartoshkamizni ochiq maydondagi kartoshkani oladigan bo'lsak, ana o'shanda biz bobo dehqon aytdilar, turmush o'rtog'im, ichkarida biz qalampir ko'chatini tayyorlab qo'yganmiz. Ana undan keyin o'sha ochiq maydondagi kartoshkamizni o'rniga qalampir ko'chatlarini nima qilamiz, o'tkazamiz. Bemalol nima so'rashlaring mumkin. Qachongacha ekishimizni, qanday qilib ekishimizni, ekish turlarini o'sha kartoshkani olganimizda sizlarga ko'rsatamiz. Tutib ketishini, issiqda tutib ketami deb o'ylaysizlar. Tutib ketadi. Biz har yili ekamiz, bu narsani qilamiz. Hurmatli obunachilar, mana biz o'sha parnikning yonida sizlar bilan sholg'omda gaplashganmiz. Mana bu sholg'omimiz ham urug'i tayyor bo'lib qolyapti. Xudo xolasa, sholg'omimizni urug'ini yetishtirib olganimizdan keyin mana shu narsani ham yig'ishtirib olamizda. Ana o'rniga, keyin buni o'rniga ham ekamiz, ekin ekamiz. Buni o'rniga ham ekin ekiladi. Masalan, hozir buni olib bo'lganimizdan keyin buni o'rniga ko'chat ekib yuborishimiz mumkin. Qizil bolgarskiymi ekishimiz mumkin. Xuddi o'sha paytga kartoshkani olish paytiga yetib boradi-da bu ham. Xuddi buni ham olishimiz bilan u yog'iga qalampir ekadigan bo'lsak, bu yog'iga qizil bolgarskiyni ekib yuboramiz. Bilasizlar, qizil bolgarskiydan biz chimchimlar tayyorlaymiz. Ularni qishki nimaga, zaxiraga, o'sha ovqat uchun tomatlarni yonida ishlatamiz. Ana o'shani ekib yuboramiz. Keyin buni uchun zaxira joy tayyorlab qo'yganmiz. Yana sholg'omni ekish uchun ana undan keyin sholg'omni kuzgisini 25-iyulgacha ekamiz. Hurmatli obunachilarim, daromadini ham gapiringlar degan ekansizlar. Hozir bolgarskiyimni aytib qo'yay dedim. Mana o'sha bolgarskiyimiz bo'lgandan beri kilosini 22 dan bozorga qanaqa bersam, xuddi shunaqa bu yerda ham sotyapman. Bozorga 22 dan beryapman. Ular endi qanaqa qilib sotayotgan bo'lsa, men o'zimni mahalladoshlarimga, keladigan insonlarga 22 dan 20 dan beryapman. Daromadini ham gapiring degan ekansiz. O'shanga bugun o'sha nimamni ham bolgarskiyimni daromadini aytib qo'yapman. Xudo xolasa, mana yana sizlar bilan yana uchrashamiz. Yana mana bu hosildorliklarimiz haqida, pomidorlarimizni hosili haqida, hammasini batafsil qanaqa daromadlar olishimiz haqida gaplashib o'tamiz. Hurmatli obunachilarim, sog' salomat bo'linglar. Sog' salomatlikda ko'rishaylik. Hammalaring sog'liq uchun like bosasizlar. Men ham sog' salomat bo'layda. Sizlar bilan mana shu video orqali uchrashib turdik. Kerakli savollarni kommentariy orqali beringlar. Ana o'sha savollaringga javob beraveramiz. Kelgusi nimamizda bobo dehqon bilan uchrashasizlar.